qilishadigan gap bor. Jinursin. Hop, ketdik. Juda muhim, yuring. Hop. Jinursin. Xullas janob Abraham, xo'sh, nima desang, ana yashil aytishicha biz hammamiz ularning mashinasida shahardan ketishimiz mumkin. Ammo xo'sh, biz ularga yordam berishimiz kerak, bizni olib ketish uchun. Ha, xuddi shunday. Xullas, ketishimiz uchun avvaliga mana shu yashil kiyimdagi odamni o'g'li uchun dorilar olib kelishimiz kerak. Tushunursan, yaxshisi piyoda borib shahardan chiqaman. Shunaqami, lekin ko'pchilikda kuch bilasizmi, balki tirik qolishimizga yordam berishar bular ham. Maylidir, nima desang shu. Agar o'lib ketsak, sen aybdor bo'lasan. Xotirim, men yaxshi odamga o'xshayapti. Bo'pti, ishonuvchisan-da. Lekin biriktalarni tashlab ketishimiz to'g'ri kelar ekan odamlarni. Nimaga? Xullas, ular unchalik ham yaxshi emas ekan. Tushunarli, hammasi tushunarli. Bo'pti, agar bizni ham tashlab ketmoqchi bo'lsa, qarab o'tirmasdan otib tashlayman hammalarini. Bo'pti, agar bizni aldamoqchi bo'lsa, ularni o'zingiz o'ldirishingiz mumkin. Okey. Xo'sh. Janob Jinurson, ismini ham so'ramayman. Sizga nima deb murojaat qilsam bo'ladi? Ismim Karl. Tushunarli, janob Karl. Men va do'stim rozimiz ketishga. Joyib, faqatgina bir muammo bor. Kelasizmi yo'qmi? O'ylayapman hali. Qanaqangi muammo ekan? Xullas, yonilg'i yo'q mashinada. Yonilg'i yo'q? Ha, tushunursin. Bilasizmi, omadingiz keldi. Menda yonilg'i bor. Yo'q, qayerdan olding? Xullas, o'sha o'qirli do'kon to'g'risidagi mayda-chuyda do'konda. Biz u yerga o'tmagandik. Ha, o'tish kerak edi. Xo'sh, hozir yonilg'i bilan to'ldiramiz mashinani va yo'lga chiqamiz. Ajoyibdir, polg'a. Janob Abraham, kelibsizda? Ha, keldim. Ajoyib. Bo'la qol, yonilg'ini qo'y, tezroq ketishimiz kerak. Xo'sh, hozir yonilg'ini qo'yamiz. Yaxshi, qani. Okey, to'lib qoldi deyarli. Butun bakni hozir qo'yib tashlayman. Ajoyib. Xo'sh, yaxshi. Yana ozgina qoldi va bo'ldi, bak to'ldi. Yo'lga chiqishimiz mumkin. Yaxshi, mashinani haydab olib chiqaver. Okey, rul bu tarafda ekan. Xo'sh, ketdim men. Biz esa ortingdan chiqamiz. Men, do'sting va ukam. Okey, o'g'lingiz qayerda o'zi? O'g'lim uchastkachida. Okey, uni biznikilar himoya qilib turishadi. Bo'ptunda hammamiz hozir yo'lga chiqamiz. Demak, 4 kishi bo'lib boramiz, Ha, xuddi shunday. Ajoyib, unda ketdik. Hozir zombilarni ham kim chiqsa ham yo'limizda hammasini yo'q qilib ketaveramiz. Ajoyibdir, menga yoqyapti. Afsus, avval uchrashmagan ekanmiz. Farmoni birdan sekingina o'tib olsam bo'lgani, reshotkani ham, palatkani ham buzmasdan, sekin urib yubormasam bo'lgani. Ehtiyot bo'la, meni palatkam bor. Okey, janob kostyum shimli odam. Xo'sh, hozir mana birdan sekin ozgina urib yubormay chiqdi. Darvozani ochinglar, biz chiqishga tayyormiz. Zapravka, ajoyib. Kanalga obuna bo'lishni unutmadingiz degan umiddaman. Qo'shimcha yonilg'i uchun kelganimiz yaxshi bo'ldi. Shahardan chiqishga yana kim biladi qancha yonilg'i ketadi. Xo'sh, sekingina mana bu yerda to'xtaymiz va o'zim ham shunday bo'lgandim. Tiqilib yotibdi zombi bu yerda. O'qlarimiz yetsa bo'lgani. Jinurson hamsterchilarning ko'pligini. Xullas, Telegramda virus tarqalgan va ana shuning uchun ham hamsterchilar kasallanishgan. Bilaman. Xo'sh. Ketdik. Yaxshi, hozir bularni Jinurson kimdir qabr bor ekan, ehtiyot bo'lamiz. Qani, ol. Yaxshi, zombilar faqat ehtiyot bo'linglar, yana portlab ketmasin benzin kolonka. Bu hayron qolmayman, portlatib yuborsanglar. Nafasingizni shamol tushsin, janob Abraham. Jinurson, derb. Nima bo'ldi? Yondirib yubormanglar-da, o'zing qilayotgan ishingni qara. Yondiradigan o'qlar. Shunday bo'lib qoldi. Bo'pti, zombilarni o'ldirishimiz kerak. Xo'sh, menimcha qolmadi zombilar. Jinurson, lekin rostdan jamoada ishlasak zombilarni tez o'ldiryapmiz. Albatta, kuch birlikda. Bo'ldi. Zombilar qolmasligi kerak. Yaxshi. Olovni o'chirish kerak, ammo yo'qqa tarqab ketmasin. Yaxshi. Bu yerda BMW bor ekan. Shuncha o'q otganimizdan menimcha sog' joy qolmagan bo'lsa kerak. Aytgancha, rostdan muhrat axir benzin kolonkaga yetdi. Nimaga portlamadi? Chunki yonilg'i yo'q ekan. Qanaqasiga yo'q? 0. Qanday 0? O'zing bir qara. Tushunmayapti. Rostdan ham 0. Yo'qmi, nima qilamiz endi? Bilmasam. Aytgancha, kelinglar, mana bu yerni ko'ramiz. Balki qolib ketgan kanistrlar bordir. Bo'lishi mumkin. Ehtiyot bo'lish kerak, chiroq yoniq ekan va zombi, o'lgan zombi. Okey. Hozir ko'raman bu yerda nima bor ekan. Hamma narsani olib ketib qolishibdi. Xo'sh, qani. Bu yerda qanaqadir quti, tushunarli yopiq, bu yerda ham yopiq. Mana kanistrlar bor ekan. Yashasin. Emas. Xo'sh, hammasini oldim. 3 ta katta va 2 ta kichkina. Yigitlar qansizlar? Yigitlar. Derb. Yerga o'tmaganing ma'qul. Qanaqasiga? Tushunsin, balki aytarmiz unga. Aytmaganiz ma'qul. Nima bo'lgan? Yo'q, derb o'tmadi. Nima bo'ldi? Yaxshi ko'rmaganing ma'qul. Jinurson, mayli, tushunarli, menga ko'rsatmoqchi emaslar. Zo'r narsa topib, mana bu do'stlik, yana jamoaviymishmiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana oqibat, mana mehr, mana jamoaviylik. Okey. Xo'sh, endi bolnitsagami? Bolnitsaga.
Okey, kela qolinglar. Qani yigitlar, hozir yana ozgina zapravka qilamiz va yo'lga chiqamiz. Banditlar egallab olgani yomon bo'ldi. Axir ularni quvib chiqarishimiz mumkin. Sizlarga birinchi bilet berdik. Ha, birinchi bilet uchun katta rahmat, lekin baribir ham o'q ostiga o'zimizni otishimiz g'alati menimcha. Deb to'g'ri aytyapti. Xo'sh, nima qilamiz? Mayli, nima bo'lsa bo'lgan, axir biz bir jamoamiz, birga ishlashimiz kerak. Ha, bu gaping ham to'g'ri. Bo'pti. Xo'sh, unda siz, men va Abraham ketamiz, ukangiz esa hali yosh. Men yosh emasman. Mashinaga qarab turasan. Bo'pti. Max yana bir joyga biz esa borib banditlarni yo'q qilib kelamiz. Ketdik yigitlar. Jo'yib. Xo'sh, mashina joyida turib tursin. Ehtiyot bo'l. Xo'p. Xo'sh, aylanib o'tamizmi? Ha, yaxshi bo'ladi, orqa tarafdan aylanib o'tsak. Bo'pti. Qani kelinglarchi. Old tarafda albatta Kamaz turibdi. Bo'ral, ha. Xo'sh. Bu yerda ko'ryapman, ana tepasi. Bular ham notkonchi ekan, Jinurson. Ha, axir hamma ham bizdek yaxshi bo'lishga majbur emas. To'g'ri aytasizlar. Kelinglar. Xo'sh. Aytgancha, janob Karl, qayerdan birinchi bilet oldinglar? O'zimizni o'sha politsiya uchastkasidan. Tushundim. Narom bor ekan, tepaga chiqamizmi? Menimcha ma'no yo'q. To'g'ri, xo'sh, ketdik. Lekin o'sha yerda banditlar bo'lsa kerak, hamsirchilar ham kelib qolmasa bo'lgani, xo'sh. Okey, ana shu yerda ular. Yaxshi, jangga tayyormiz? Men ham tayyorman. Okey, ketdik. Sekin, men boshlab beraman. Okey. Sekin, qani. Ol, yaxshi, minus, ajoyib. Tezroq, yetlar ketdik. Boryapmiz. Xo'sh, bo'ldi, ichkariga kiramiz, bitta ishlaymiz ozgina va o'chirsinman. Sekin, oppa. Yaxshi, birinchi bilet unchalik ham qutqarmaydiganga o'xshaydi. Bo'ldi, sekin. Bu yerda ham bor ekan ular. Jinurson, mayli, men tashqaridagilar bilan shug'ullaninglar, men ichkaridagilar bilan. Bo'pti. Men esa Karolga yordam beraman. Sekin, Jinurson. Yonidan qo'l chiqib ketdi. Jinurson bu yerda qutlarni qo'yib tashlab orqalariga yashirinib olishgan. Menimcha bu yerda nimalardir olib ketayotgan bo'lsa kerak. Jinurson, qo'l. Yo'maya sekin. Jinurson, qo'l. Jinurson. Bo'ldi, qo'lim tegdimi? Xo'sh, yaxshi, ol sen ham. Jinurson. Bo'ldi. Hammasi bajarildi, tashqarida qolmadi. Ajoyib. Qo'lingga nima qildi? O'q tegdi, lekin hech qisi yo'q. Shunchaki yalab o'tdi. Balki xizmat ko'rsatamiz, Yo'q, aytgancha. Nima bo'ldi? O'ldirdinglarmi hammasini? Ha, o'ldirdik. Undan tashqari kerakli dorilarni hammasini topdik. Kamaz ichida ekan. Demak, mana nimaga qutlar bu yerda olib ketmoqchi bo'lishgan. Ha, xuddi shunday. Tushunarli. Endi nima qilamiz? Endi qaytsak ham bo'laveradi. Gadir, chiqinglar, muammo bor. Ketdik. Nima bo'ldi ekan? Ha, menga ham qiziq. Xo'sh, Max, nima bo'ldi? Jennerson mashinani o'g'irlab ketishdi. Nima qanaqasiga? Rostdan ham shunchaki orqamdan kelib bir urdi boshimga. Keyin esa men bilan urishga harakat qildim. Keyin nima bo'ldi? Keyin mashinani haydab ketib qoldi, lekin menda uni hujjati bor. Hujjati? Ha, urishganimizda cho'ntagidan yulib oldim. Tushunarli, lekin bizga nima bilan hujjat yordam berishi mumkin? Hayronman. Manzil yozilgandir balki. To'g'ri. Hech bo'lmasa yuzini eslab qolaymi? Ha, soqolli odam edi, o'rta yoshdagi, seri rubashkada. Tushunarli. Demak, ortidan borishimiz mumkin, albatta, hujjatlar ostida manzili bo'lsa, shundaymi? Ha, xuddi shunday. Mashinasiz hech narsa qila olmaymiz. Tushunarli. Aytgancha, axir Kamaz'ni olib ketsakchi, nima qilamiz? Kimdir ortidan quvib. Kamaz'ning afsuski kaliti yo'q ekan. Tushunarsan. Unda bo'la qol, hujjatlarni ber, hozir hujjatlar bo'yicha boramiz. Oling. Xo'sh, qani ko'ramiz va mana shu manzil qayerdaligini bilasizlarmi? Men bilaman. Yo'q, ha, sizlarni boshlab borishim mumkin. Shu yerdagi taksofon yonida. Taksofon, ha. Okey, ketdik. Qaysi tarafga borishimiz kerak? Ko'prikdan o'tamiz. Ko'prikdan mashinada keta qolaylik, Kaliti yo'q dedim-ku. Aytgancha. Tushunarli. Bo'pti, unda ketdik o'sha yerga taksofon yoniga. Olg'a yigitlar, biz hammasini qaytarishimiz kerak. Bizning mashinamiz edi u. Ha, to'g'ri. Mashinamizni o'g'irlash qanday bo'lishini ko'rsatamiz. Agar oila a'zolari bo'lsa, ularni ham o'ldiramiz. Menimcha bu ortiqcha. Ha, zombilar bor, lekin ko'p emas. Asosiysi taksofonga yetib bo'lsa bo'lgani. Ha, xo'sh, qani kelchi. Ola qol, yaxshi. Qani qolganlarni ham olinglar. Minus, yaxshi. Patronlarni tejamaslik kerak. Mashinamizni qaytarsak bo'lgani, shahardan ketishimiz kerak axir. To'g'ri. Xo'sh, olinglar va aytgancha, politsiya uchastkasida yana qanaqangi qurollar bor ekan? Faqatgina to'pponchalar bo'lsa kerak. Ha, xuddi shunday. Afsus, umid qilamanki, yo'lga topib bo'lamiz. Xo'sh, mashina ham shu turibdi. Hozir kiramiz. Qani nima bor ekan? Birdan otib tashlama, surat surishtiramiz. Nimani? Bilmasam, mayli, ota qol. Okey. O'sha ehtiyot bo'lish kerak. Sizlar meni pana qilib turasizlar. Xo'p. Hozir kiramiz. 1, 2, 3 va qo'ling ko'tar. Nima kerak sizlarga? Mana shumi? Bu yoqqa kel, Max. Qarachi, shu odammidi? Ha, xuddi shu edi. Ha, mashina sizlarnikimi? Ha, mashina bizni ichini ursin. Televizorni yaqin ko'rish zararligini aytishmagan ko'rinadi senga. Ha, iltimos, meni kechiringlar, xo'sh.
Aha, tushunarli. Shu hujjat senikimi? Qayerdan oldinglar? Qayerdan oldik? Buni mashinamizni o'g'irlashdan avval o'ylash kerak edi. Mana seni topib keldik. Bir kun ham o'tmasdan. Endi seni o'ldirishga majburmiz. Prichom judayam og'riqli tarzda. Iltimos, meni kechiringlar, mashinani olib ketishingiz mumkin. Yo'q. Bizni narsamizni o'g'irlaganlar hayot bilan bosh to'lashadi. Yo'q, derb, seni birorta kinoga yovuz qilib olish kerak. Ha, to'g'ri aytasiz. Hayajondan yuragim yorilib ketay dedi, lekin mashinamizni o'g'irlab rostdan ham bekor qilgan. Ayniqsa, ukangizni urib. Ha, to'g'ri. Jin ursin, yonilg'i yo'q ekan. Yo'q, endi nima qilamiz? Hech qisi yo'q, axir kanistralar bor. Ha, to'g'ri, lekin baribir ham yonilg'ini saqlab yuborgan ahmoq. Ha, hech qisi, hozir yana bir marta to'ldirib olamiz va bazaga qaytamiz. Shu bilan oladigan odamlarimizni olib ketamiz. Ha, lekin men aytgan gap esingdami? Ha, esimda. Xullas, ularni nima qilamiz? Shunchalik tashlab ketamizmi? Biror narsa qilib ko'ndirish kerak yoki otib tashlaymizmi? Tushunarsan, bilmadim. Janob Abraham, biror mo'l topgan qarz odamlar bilan gaplashishga ustasiz. Olishimiz mumkin bo'lgan odamlarni olib ketmaydiganlarimizni shunchaki qo'riqchilik qilib turinglar. Bizni ishimiz bor deb qochib ketishimiz mumkin. Rostdan ham yaxshi fikr, oddiy va samarali. Ha, to'g'ri, ketdik. Nursun, rostdan ham Kamaz turibdi. Bizniki emasligi aniqmi? Ha, albatta, bizni odamlar olib kelmagan bo'lishlari kerak, chunki u yerda Kamaz haydashni biladiganlar yo'q. Nursun. Bo'pti, hozir boramiz va asta-sekin qaraymiz. Umid qilamanki, begonalar egallab olishmagan. Ketdik. Xo'sh, sekin. Nursun. Axir preteldan bir qarab ko'r. Hozir yo'q, banditlar. Banditlar, ha, xuddi biz hozirgina bolnitsada ko'rdik-ku, ana shular. Tushunarli. Nursun, endi nima qilamiz? Menimcha jangga kirishga to'g'ri keladi. Tak, hozir mashina bilan shunchaki yonlariga bostirib boramiz va birdaniga tushib hammamiz otishni boshlaymiz. Yaxshi g'oyami? Juda ham aqlni ozgan g'oya, lekin yaxshi g'oya bo'pti. Ketdik hozir. Bular ham og'aynilarning orqasidan asfalt sohilga ravona bo'lishadi. Avtomatlarni tayyorlanglar. Biz tayyormiz. Okey. Xo'sh, qani. Hozir ko'rsatadimmi? Olib qolinglar. Qandoqsar olg'a otishni boshlaymiz. Tushunursan, sekin bu yerdan sakrab tushish kerak. Hozir yana bir bola va shu bilan bularning hammasini olib tashlaymiz. Olg'a qani olinglar. Tushunursan, sekin. Bo'ldi. Yo'q. Hozir ko'rsatma. Ol, yaxshi yigitlar. Sekin yordam beramiz. Olg'a o'ldirish kerak bularni. Sizlar shu tarafdagilarni biror nima qilinglar, men esa bu yoqqa. Qani ol, yaxshi. Men tushunursan, u ham yo'qdan o'chyapti. Yo'q, sekin. Tushunursan. Yo'q. Bo'ldi, sekin. Qaytib keldinglarmi? Sotqin ekansan-da, ola qol. Tushunursan. Sekin. O'ldiramiz sizlarni. Bizga kerak emassizlar. Tushunursan, bunga o'q o'tmaydimi? Yo'q. Sekin. Yigitlar, mana buni biror nima qilinglar. Tushunursan, men otsam o'tmayapti o'qlarim. Yo'q, hali ham tirik. Ol. Yo'q, palatga vaqt beribdi. Ola qolsang-chi. Tushunursan. Yigitlar, mana bu ko'zoynakni yo'q qilinglar. Hozir. Sekin. Bo'ldi, yo'q qilindi. Rostdanmi? Ha. Tushunursan, men shuncha otsam ham ta'sir qilmadi. Ha, bu ahmoq eng zo'r birinchilikni olgandi. Shunaqami? Tushunarli. O'zi boshdan bilgandim sotqin ekanini. Tushunursan. Demak, o'sha aybi bilan bu yerga banditlar kelib olishgan. Ha, mana bu qutlarni ko'rib balki bu yerda ham foydali narsalar bor deb o'ylashgan bo'lishi mumkin. Nima qilamiz endi? O'g'lim ichkarida umid qilamanki, tirik. O'rgandim, tirik. Aytganing kelsin, Max. Bo'pti, ketdik. O'g'lim xonada bo'lishi kerak. Okey, hozir men kiraman. Zombilar yo'qligiga umiddaman. Yo'q, zombilar bo'lmasligi kerak. Siz kimsiz? Sizga nima kerak? Men dadangni olib keldim. Yo'q, ha. O'g'lim, salom. Dada, o'ldingiz deb o'ylagandim. Yo'q, o'lmayman. Jenurson, dada, sen o'ziga o'xshar ekan. Ha, gapingiz to'g'ri. Endi ketamizmi? Ha, yaxshiyamki biz keraksiz odamlardan qutuldik. Endi bemalol ketsak bo'ladi derb. Bizga katta yordam qilding. Sensiz balki umuman o'g'limni qutqara olmagan bo'lardim. Ha, hech qisi yo'q. Keyinroq zombilar to'lib ketgan derb, bir qara. Nima? Yo'q. Shu axiri otishma qilgandik. Bular esa ovozga kirishadi. Ha, endi nima qilamiz? So'nggi jangimizga chiqamiz. Keyin esa shahardan qochamiz. Olg'a, yo'q. Barrikada nimaga qo'yilgan, baribir eshikka chiqartirib qochilar ekan. Hayronmiz biz ham. Bo'pti, ketdik. Hozir zombilarni yo'q qilishimiz kerak. Bular juda ham ko'p, lekin biz jamoamiz va hozir bularni hammasini birdaniga yo'q qilib tashlashimiz mumkin bo'ladi. Qani yigitlar, jangni qabul qilinglar. Yo'q. Sekin men otib qo'ydim. Mashinaga otib qo'ydim. Umid qilamanki, yo'q, yonib ketmaydi mashina. Xo'sh, sekin ehtiyot bo'la olish kerak. Jinurson patron qolmadi. Birlikda o'q tugadi. Okey, qani kelinglar, sizlar ham olinglarchi. Yaxshimi? Yigitlar, yo'q, bu tarafdan kelyapti. Bo'ldi, bunisini ham hozir o'zim yo'q qilaman. Ajoyib yigitlar, hammasini epladik. Yaxshi, endi bu yerga ketishimiz mumkin. Ha, ajoyib. Zombilar qolmadi. Endi ketamizmi? Ha, ketamiz. Ha, yo'limiz unchalik ham nima desam ekan, qiyin ham bo'lmadi, oson ham bo'lmadi. Asosiysi hammamiz tirikmiz va bu yerdan ketsak bo'ladi. Shuncha ishdan keyin endi nima qilamiz? Shahardan chiqib ketganimizdan keyin bularni endi mashina ichida yo'l-yo'lakay o'ylab ko'ramiz. Aytgancha mashinada chipslar bor edi. Chipslarni tanovul qilib, mazza qilib shahardan qochamiz. Ha, olg'a